Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin. Ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Hamma narsaning ishi hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishing, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shiyoring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohning o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiq. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq. Hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Robbimning o'zi bizga kifoya, u vakillikka o'ta loyiq.